qancha meva yesangiz ham ozolmasligingizni men tushuntirib beraman. Chunki meva tarkibida fruktoza bor, xuddi shakarni bir turi hisoblanadi. Aynan undan ko'p iste'mol qilishimiz qonimizda qand miqdorini tez oshishiga sabab bo'ladi. Qonimizda qand miqdori ko'payib ketgani hisobiga aynan u qandlar bizani mushagimiz va jigarimizda glikogen shaklida zapas yog' bo'lib yig'ilishni boshlaydi. Meva orqali ozishni eng yomon tarafi tanamizda yog' massasini o'rniga mushak massasi keta boshlaydi. Chunki biza faqatgina meva yeydigan bo'lsak, mevadan biza oqsil, yog' ola olmaganligimiz uchun tanaga yetarli oqsil bera olmaganligimiz uchun tana mushak massasini yo'qota boshlaydi. Ya'ni siz taroziga chiqqanda voy ozvonman-ku deb o'ylaysiz, lekin siz yog' hisobiga emas, aslida mushak ketganini hisobiga ozvatgan bo'lasiz. Mevali diyetaning yana bir salbiy tarafi shundaki, qonda qand miqdorini tez ko'tarib, tez tushirgani hisobiga bizda ochlik hissi tez bo'ladi. Ya'ni shunday meva yeymiz, ozginadan keyin yana mevaga talabimiz ortadi va natijada tanamizda insulin ortib boradi. Shuning uchun hech qachon faqatgina meva yeb ozaman yoki faqatgina qatiq yeb yoki bodring yeb ozaman degan tushunchalarni umuman olib tashlang. Chunki tanamizga bunaqa diyeta turlari birinchidan mushak massasini yo'qotishga sabab bo'ladi, ikkinchidan metabolizmimiz sekinlashishiga sabab bo'ladi, uchinchidan esa tanamizda har xil yetishmovchiliklar, defitsitlar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Eng sog'lom ozish bu balanslangan ovqatlanish orqali ozish hisoblanadi.